Biz bolajonni zudlik bilan shifoxonaga olib borishimiz kerak. Bizda 3 oygacha bo'lgan chaqaloqlarda 3 ta Y degan belgi bor. Ya'ni 3 ta yomon degani. Qanday bu belgilar? Ko'rinishi yomon, bolaning ko'rinishi yomon, emishi yomon va uyqusi yomon. Ya'ni 3 ta yomon birgalikda kelsa, bu siz aslo hech kimda internetga kirib olib, sizni yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan shifokoringizga "Mani bolam shamollab qoldi, men bunaqa bo'lyapti, nima qilay?" deb yozmaysiz. Kimdandir onlayn konsultatsiya olmaysiz, chunki shamollash bo'yicha o'zimga onlayn konsultatsiya berasizmi deb ko'p yozishadi. Hattoki xususiy shifoxonaga ham borib o'tirmaysiz balkim. Siz statsionar, ya'ni yotib davolansa bo'ladigan shifoxonaga to'g'ri borganingiz to'g'riroq bo'ladi. Chunki bu 3 ta belgi birga kelsa, bolaga zudlik bilan tibbiy yordam kerakligini bildirayotgan bo'ladi. Xo'p, agarda har birini hozir alohida tushuntirib beraman. Agarda bu 3 ta belgi birgalikda kelmasa, shunchaki uyqusi yomon yoki shunchaki emishi yaxshi emas yoki faqatgina ko'rinishi sizga yoqmayotgan bo'lsa, bu 3 ta Y'ni anglatmaydi. Unda biz sababini boshqa joydan qidiramiz. Mana shu 3 ta belgi birgalikda kelganda, biz zudlik bilan chaqaloqlar patologiyasi bo'limi bor yoki hech bo'lmasam bolalar bo'limi bor shifoxonaga bolajonni olib borishimiz kerak va bunday holatlarda tez tibbiy yordamni chaqirishimiz arziydigan holat. Xo'p, nima degani? Emishi yomon. Emishi yomon deganda u emmay qo'yishi hoynahoy bo'ladi yoki umuman ko'krakni qo'yib yubormasdan emishi. Lekin ko'proq ko'krakni rad